Keyingi dars nima edi? Dars jadvalini doim unutasizmi? Men o'zim uchun maxsus yordamchi bot yaratdim. Hozir matematika 200 tortxona. Pythonda yozilgan shaxsiy bot. Buning uchun bor yo'g'i bir necha qator kod yetarli bo'ldi va hayotingiz ancha osonlashadi. Hammaga salom. Biz bugun Python orqali bot yaratamiz, ya'ni dars jadval boti. U bizga jadvalimizni eslatib turadi. Buning uchun biz bot fazliga kirib, new bot tugmasini bosamiz va unga nom qo'yamiz. Dars chiziqcha bot deymiz. Bosdik. Bo'ldi. Userni enterlaymiz. Dars 7 deb nomlaymiz. Bot oxiriga. Bo'ldi, bu olindi. Endi mana bu token bizga kerak bo'ladi. Buni saqlab qo'yamiz. Hozir biz Pythonga o'tib olamiz. Mana biz Pythonga ham o'tib oldik. Birinchi navbatda biz import qilamiz. Telebot kutubxonasini import qilamiz va token deb nom beramiz. Uni tenglaymiz bot vazir bergan tokenga. U tokenni mana bu yerga olib o'tib, shuni ichiga tashlaymiz. Tashlaganimizdan keyin xuddi shuni bosamiz. Endi biz bitta funksiya yaratib olamiz. Ya'ni shunday bot uchun funksiya. Uni mana bunday qilib o'zimizda tayyor chiqarib beribdi bizga. Endi bu yerga yozamiz. Mana shu. Buni nomini o'zgartiramiz. Mana uni welcome deb olamiz. Buni farqi yo'q, lekin men shunday nomlamoqchiman. Samsung tayyorni qilib beradi va buni o'chiramiz. Keyin yozamiz message virgul start berganda nima chiqishi kerak? Salom, men sizning dars jadvali yordamchingizman deb yozamiz. Undan keyin esa funksiyani yaratib olamiz. Bot uchun funksiya. Mana bu yerga o'tamiz. Keyingi funksiya bunday qilib mana bosamiz, o'zi tayyor qilib beryapti va buni bugun deb nomlaymiz. Keyin mana bu yerga yozib olamiz. Bugun va mana bu yerga yozamizki bot send message yana message qilib jadval yaratamiz. Unga raspiyani kiritamiz. Bugungi raspiyani. Bugungi dars jadvali. Dars jadvali deymiz va uni pastga tushiramiz. Bugungi dars jadvali va bo'ldi. Endi mana bu yerga, mana uni o'rniga bu yerga jadval deb qo'yamiz. Ya'ni o'zgaruvchini qiymatini qo'yamiz. Bot ishga tushdi deb yozamiz, chunki bot ishga tushganini bilishimiz kerak. Mana bu yerga o'tib turib, print bot ishga tushdi. Nuqta. Bo'ldi. Endi oxirida bot.polling deb yozib qo'yishimiz kerak. Bot.polling bo'ldi. Endi bu kodni ishlatib ko'ramiz. Ishlatamiz. Bot ishga tushdi. Hozir endi biz Telegramda o'sha botga kirib ko'ramiz. Python kodiga o'zgartirish kiritdim. Mana yerda chat ID qo'shdim va buni reply to qildim. Endi botni ishlatib ko'ramiz. Mana biz Telegramga ham qaytib oldik. Endi mana bu silkani ustiga bosamiz va mana bu yerdan start buyrug'ini beramiz. Start buyrug'ini bersak, salom, men sizning dars jadval yordamchingizman deydi va bugun deb
boramiz va bugungi dars jadvali matematika, informatika, jismoniy tarbiya, rus tili, ingliz tili, tarix. Botimiz shu bilan yakunlandi. Hammaga xayr.